Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Hozir videolarimni ko'rib o'zim hayron qolib ketdim ochig'i. Ya kayfiyat bilan, nastreniya bilan olingan, endi baribir ham yorqinroq deydimi, yorug'roq. Xullas qisqasi hozirgidaqangi emasda. O'zimga sal g'alati ko'rindi to'g'risi. Shuning uchun video qilishga qaror qildim. Lekin ko'z achib ketyapti. Burun achib ketyapti. Qaytadan oqishni boshlayapti. Aytaman-ku do'stlar, har bir minut, har bir sekund inson kuch-quvvatini, energiyasini sarflaydi. Xudoga shukr. Sarflaydi do'stlar. Va uni tiklashi ham kerak-da. Tiklashi ham kerak. U qanaqa tiklanadi desangiz, ko'proq dam olasiz, do'stlar. Endi tasavvur qiling. Mashina haydab kelardim. Jonli efirda bir necha soatlab qilardim. Alhamdulillah, Xudoga shukr, natija bo'ldi. Nolish yo'q. Norozi anaqangi nima dedik? Fikrlar yo'q. Mutlaqo. Umuman. Lekin shunga qaramasdan do'stlar, sog'ligimiz ozginagina ko'rib turganingizdek. 5 daqiqalik video qilaman do'stlar degandim, lekin 5 daqiqa bo'lmayapti. Endi men birdaniga bo'lib qolmaydi demoqchiman. Mana 5 daqiqa do'stlar, qachon 5 daqiqa bo'lsa keyin bo'ladi demoqchiman-da. Ya'ni avvalambor 5 daqiqamiz borligini his qilish uchun 5 daqiqamiz bo'lgandan keyin shuni gapirayotganimizda mana 3 daqiqa sekin o'tayotgan bo'lsa, hozir men uchun demak 5 daqiqa ham bu ko'p ekan vaqt. Chunki men 5 daqiqada ko'proq narsalarni gaplasha olaman-da yoki gapira olaman. O'shaning uchun menga vaqtni davomiyligi uzunroq ko'rinadi. Kimdirlarga 5 daqiqa kam. Nimadir fikrini aytib olishi uchun, bildirib olishi uchun, gapirib olishi uchun so'zlarini 5 daqiqalik so'z bo'lsa ham aslida 1 daqiqalik so'z, lekin u yarim soat, 1 soat gapiradi. Nimaga? Chunki miyani ishlash tezligi bor hammada har xil do'stlar. Va nutqda ham, bu gapirayotganingizda ham miyadagi narsalar tez o'ylanishi ham mumkin. Bir xil odamlar gapira olmaydi, gapirish tezligi sekin. O'zim endi burnimni tortib gapiraman, mazza yo'q. Shunga do'stlar nima demoqchiman? Tezroq gapirishga o'rganishimiz kerak. Bir xil sekin ham yozadi. Keyin borib tez yozishga o'rganib ketadi. Yangi kirib keladigan ishtirokchilarni kuzatsangiz, savol bersangiz 2 daqiqa kamlik qiladi. Shuning uchun mabodo bloklanib qolsa, normalni yaxshi odam bo'lsa, sizga qaratilgan Oyna YouTube kanalimizga o'tib olishlarini aytib o'taman. Va ular o'tib olib, u yerda o'zlarini tanishtirib o'tishlari mumkin bo'ladi. Instagram bilan Telegramda ham Silka Manzil va YouTube kanalimizda bemalol o'tib yozishingiz mumkin. 24 soat ichida faqat javob bo'ladi do'stlar. Unaqa tez bo'lmaydi. Men yozdim, javob bo'lmayapti deb o'chirib tashamanglar yana. Bir xillar borda shoshadi.
haliyam mazam yo'q. 5 daqiqa aytib o'tganimda. Juda ham katta vaqt. YouTuber uchun, YouTube kanali bor insonlarda yoki Instagram yuritadigan kishilar bo'lsa 20 daqiqada вообще katta kino qilib yuboradi-da haligi. Ko'proq narsalarni mana ozgina vaqtda ko'p narsa oldim deysiz. Shunaqa bo'ladi. Vaqtni unumdorligini oshganligini ko'rsatkichida bu. Vaqtni sovurish bu 1 daqiqaning ichida hech qanaqa fikr bildirmaslik. Do'stlar, 7 minutdan bo'lib ketadi bu turishda. Like bosib qo'llab-quvvatlaysiz, obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Xudo xohlasa 3000 ta ishtirokchi bo'lishimizga yana 99 ta ishtirokchi yetmayapti. Biz har bir ishtirokchilar bilan alohida tanishishni niyat qilib, umid qilib jonli efirlar ochaman. Shu yerda hammamiz biz suhbatlashamiz, tanishamiz, gaplashamiz deb kiramizda endi. Lekin bir xillar o'zini tanishtirib o'tmaydi. O'zlari bilishadi. Do'stlar, ozroq dam olaman-da, jonli efir davom ettiramiz. Balki bu videomiz ko'proq like olib, prosmotr ko'rishlar ko'p bo'lsa, video ko'rinishda ham balkim chiqishlar davom ettirsak ham bo'ladi. Menga yoqadi video olish. Ochig'i boshqacha video olish. Alohida masala, alohida mehr berasiz. Hammaga rahmat.